Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Rolex PUBG'man. Bugungi video roligimizda biz sizlar bilan birgalikda kecha reyting ko'tarayotgan joyimizda yig'ilgan baliklarga bugun sizlar bilan birgalikda open case qilamiz. Albatta video boshlanishidan oldin like va podpiska bosib qo'yinglar. Necha million? 523 million. Bu yoqda yana 22 million, короче 550 million. Bu yerda yana 72 ta bilet bor. Bugungi videomizda sizlar nima tushganlarini ko'rib olasizlar. Albatta video boshlanishidan oldin like va podpiska bosib qo'yinglar. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Avvalambor tak to'xtaymiz. Mikrofonimiz ishlayapti. Tak, короче ko'rishinglar mumkin. Bizda normal narsa bor, lekin biz sizlar uchun men open case qilaman. Bu yoqda reyting qolib ketgan bo'lishi mumkin. Tak, mana buni sotmaymiz, chunki bu kerak bo'ladi. Mana buni sotmaymiz. 516 million balans bor ekan, sotamiz, продаем. Bam. Ili, mayda bilet bor. Biletlarda ikkita ochib ko'ramiz birinchi. Yo'q, 5ta ochib ko'ramiz, davay. Normaliy balik tushdi. Zalotoy tushmadi. Endi ikkita. Nimaga sababi? Toshni bo'lishi uchun, balik tushdi faqat toshni bo'lishi uchun. Endi nechta ochamiz? Davay, sizlarga 3ta ochib ko'ramiz. Zalotoy narsa tushmayapti. To'xtanglar, zalotoy narsa tushmayapti. Tak, keyin davay birinchi 10 ta ochib ko'ramiz. Zalotoy narsa tushishi uchun. Faqat balik. Birinchi zalotoy, davay. Защитный костюм ultimate bir bala. Plus pul mechanishka. Sumka zalotoy хорош. Abdi billa bo'lmaydigan buff. Sherikni ancha tezroq ko'taramiz ekan. Masalan, 8 sekundda, odatda sheriklar 10 sekundda ko'tarilsa, bu 8 sekundda ko'tariladigan buff ekan. Davay ikkita. Pitoq zolota, хорош. Izgizganli pullar. O'zlarini bufflari ham darajasi zo'r ekan. Yaxshi, 50 ta biletimiz bor. Mana bu narsani yozib ko'raylik. Bajarildi. Хорош. Zalotoyni bajardik. Zalotoy qilib oldik. Endi 50 ta balikni davay 3 ta ochib ko'ramiz. DBS'ga oddiy. Так, давай yana ikkita 45 ta qoladi. 416 zolota, plus proshniy material, почти zalotoy demasa ham bo'ladi buni. 3 ta zalotoy tushirdik. Arujlardan, brenyalardan 2 ta zalotoy tushirdik. Normalniy. Bularni kuchaytirsak, normalniy buff ega bo'lsa kerak. Mana ularni prerabotiz qilib yuboramiz. Chunki bularni o'ynamayman ham, umuman keragi ham yo'q bu zalotoylarni. Kerakli o'ynasa bo'ladigan zalotoylarni bu bilan kuchaytirsak bo'ladi. Aytib kuchaytiramiz. Izgizkinni puli ekan ikkalasi ham, davay. Normalniy buff. Qo'shmadi. Izgizkinni puli 3 bo'lib ketdi, birdan 3 ga chiqib ketdi. Buff qo'shammikan? Ulug'shish. Buff qo'shdi. Qanaqa buff qo'shadi? Ikkita buff. Сборочный материал. Хорошо. Buff'ini qaraylar. Izgizkinni puli emas, max сборочный материал 2. Endi bunisini bersak hisob ko'ramiz. Buning buff kuchayib ketdi. Ikkita buff. Proshniy material max berdi. Izgizkinni puli 3, proshniy material 3, max. Всё, bu max bo'ldi. Max. Yes. Buff qaraylar, max. Просто pizdy. Tak, bizda 1, 2, 3, 4 ta MK'ga bor ekan. Ko'ramiz bu videoda nechta MK'ga tushiramiz ekan. 45 ta biletimiz bor. Odatiy ochamiz 2 ta. MK'ga berdi. Endi esa 3 ta. Zalotoy bermaydi. Davay birdaniga 10 ta ochib ko'ramiz. Go. Zalotoy berish kerak. Skarl zalotoy. Обещание magazin. Sumka zalotoy, detektor dabichi. Nima degani u? Yutadi. Qimmatroqni tushirib beradigan. Tak, endi 15 ta. Go. Zalotoy, sumka zalotoy yana detektorda elastichness bor. Хорош. Egan agronomika. Birinchi zalotoy yana. O'yinni qaraylar, bitta 3 ta gruda. Хорош. Buni 5 ta ochamiz. Mana bizga ham 3 ta nechta buff? Davay, endi hammasini birdan ochamiz. 3 ta zalotoy, 590. Бронебойный пулемный прицел. 3 ta buff. Гроза золота, прошлый материал.
Bronye, защитный kostyum. Tak, qancha balik yig'ildi hozirning o'zida? 28 million balik, o'pshi почти 600 millionga ana qilamiz ekan, nima? Ochib sochamiz. Tak, bu yerda keraksiz оружияларni переработка qilib, boshqa оружиялар kuchaytirishga qo'yib beramiz. Расширение magazin umuman kerak emas. Гроза, прочный material max umuman kerak emas. O'ynamayman ham, bu ham umuman kerak emas. 3 ta buffi bor ekan. Befoyda narsa bu ham. Endi biz sumkalarni kuchaytirishga o'tamiz. Yo'q, bularni oxirida qilamiz. Endi главный narsa, endi главный narsa, bay buni qo'yinglar. Buni. Endi главный narsamiz mana shu bizda hozircha. Ko'ramiz nimalar olib ketishimizni. Boshlanishida 10 talik ochamiz. Инвентарь золото, хорош, умный прицел. Бабала. Умный прицел, сборочный материал. Прицел наконечника, бронебойный пуля. Umuman keraksiz оружиеga normalga baf beradi. Normal 506 tushirdik menimcha. Yana 10 talik go. Ikkalasini birga chiqaramiz. Sababi bular bizga kerak emas. Bundan 10 talik. Tak, normal narsa beradi degan umiddaman. Davay go. Oho. Wow, 3 ta baffi bor ekan. Bitta baf, bu ham bitta baf bo'lsa kerak. Bilaj, umuman bo'lmaydigan baflar berib to'g'risi. 10 talik davay yana. Voy, sumka ber. Davay, ana bu ham. Защитный kostyum juda ham ko'payib ketdi. Buni переработка qilamiz. Buni ham переработка qilamiz. Buni ham. Hozir kerakli orужияларdan hech qanaqa kerakli narsa olmadik. Faqat mana shunaqa nimaga tiqoradigan narsalarni olyapmiz. Kuchaytiramiz uni. Uni pritseldan boshqa kuchaydirmaydimi bu? Tak, buff, sumkani buffi. Mana shu. Davay. Buni banglab ketib, biron narsasini. Bu max qo'yardim mana uni, o'zi uchmadi. 2 ga max qo'yardi, xarosh. Elastikni slowly kuchaydi, aptechka при помощи ham kuchaydi. Aha, bular kerak emas. Bu ham kerak emas. Saga bilan garaza turib tura qo'ysa mayli. Brendlardan uncha yaxshi narsa olmadik. Sumka kerak bizga, ko'proq sumka bo'lsa zo'r ish bo'lardi. Davay, MKsh zolto nechta tushiramiz deb o'ylaysizlar? Kommentariyada oldindan yozib qo'yinglar, videoni ko'rmasdan. Davay. Abiyim, хорош, бронебойный пуля, доработанная резко. Uy, oltita zolotoy narsa berdi. Davay, endi 20 ta ochib ko'ramiz. 32 millionga. Go! Asen bakan, 90 zolot kerak bu yerda bizga. Hech narsa kerak emas boshqa. MKsh tushdi. MKsh ko'pran zolotoy deb bilaman. Beril izg'isqini, normalni Berilda ham o'ynasa bo'ladi akalar. 40 million so'mga premium bronye. Davay, sumka хорош, 3 ta baf. Uy, blue, 3 ta baf. Bunisi ham 2 ta baf. Yaxshi. Save do'ngni oshiradigan bu kerak. Bu umuman zolotoy bermadi buni ustidan. Nihuy, ya себе. MKsh zolotoy kerak. Bronye, voy! Inventariyni buffini qaranglar, zo'rligini. Ahuye, просто men jinni bo'lib qolaman hozir. MKsh tushmadi lekin. Jessica. Uni biriktirib 406. Voy, buffini qaranglar. 6 ta ham demak, bizni seyfimiz anaqamiz to'lib qoldi. Nimalarni sotamiz? Tak, bir boshdan ko'rib chiqsak, bu sotamiz 3.900 ming so'mga qanchadir mana o'zdan sotardik. Menda bular normalni. Tak, asem bakan, normalni buff. 4 ta buffi bor. Qibizga nima kerak buff qo'shib? Yet. Bu ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Famas ham kerak emas. Ben bu ssenariyadi. Zirh teshuvchi o'qlar. Snaryad deganda bu
Anaqaga kerak nima? Tixar zoltaga. Tixar zolta biz umuman o'ynamaymiz. Umuman o'ynamaymiz Tixar zoltada. Shuning uchun bularda men qo'raveramiz. Bu yerda normal arijolar qoladi. O'ynasa bo'ladigan arijolarni qoldiraman jigarni. O'ynasa bo'lmaydigan musor hechmi kerak emas. Просто zolotoyligi bor. Arijolarni переработка qilib, kuchliroq arijani kuchaytirishga harakat qilib ko'ramiz. Menimcha normal. Berilni kuchaytirib ko'rsak. Berilni chunki men o'ynab turaman. Izg'isqinni pulyasini kuchaytirib bersa zo'r ish bo'ladi bizga. Boshqa hech narsa kerak emas. Bu izg'isqinni pulyani kuchaytir. Ne pritsel, aqlli nishon. Xo'sh. Aslida bakanni o'ynasa bo'ladi. Buni bo'yinga pulyasi bor ekan. Mana bu narsa menga yoqdi. Mana shu narsa menga yoqdi. Davay. Kuchaytirib ko'ramiz. Elastikniy sloy bilan bezakni rabishini kuchaytirib berdi. Elastikniy sloy yana nimada kuchaytirsa zo'r bo'ladi. Umuman aptechka pripomojchi kerak emas bizga. Oddiy bronyalarni ham menimcha sotamiz. Da. Nasmani sotishimiz kerak. 209 ta joyimiz bor. Amallab donat qildik. Yana 10 talik bosamiz. 90. Расширенный magazin. Tixar aytganimga Tixar berib o'tdi. Yo nimaga kerak? Yo 4 ta baf M20 motorga, 45 ta baf qo'ysa ham bittada o'ldirmaydi-ku, xetda esa ya. Vo, защитный safety tanaqasini, vo, mana shu sumkalar kerak lekin. Arujalar uncha qiziq emas. Bronyalar umuman qiziq emas. Sumka ber, sumka. Jigar, mana hammasi bor bu yerda bizda. Bu yerda ko'p narsa yo'q ekan, shuning uchun mana shuni ochishga harakat qilamiz. Voy. Buni abmay qo'ramiz. Buni ham sotaveramiz. Bila bosib qo'yib, buni ham sotaveramiz. Buni ham sotaveramiz. Buni abmay qo'ramiz. Tak, buni ham abmay qo'ramiz. Misyo. Bizga asensivniy materiali bor kerak deb aytmoqchi edim. Qaysi bronyalarimiz asensivga bor? Taklar boshlaydi. Продаем. Проявали нахуй. Bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Bularni nimaga almashtirib o'rayotganimni yana bir marta aytaman. Mendaqa kuchli arujalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, Brayni bo'ynisi bor ekan. Mana AVMda Beril izg'isqinnisi bor ekan. O'shalarni kuchaytiramiz jigarlar. Men buni ham kuchaytirib ko'raman men. Chunki 406 ham o'ynab turaman, chunki 406 menga ancha-muncha yoqadi. Ikkita bafga birdan yana qildi. Izg'isqinni pullarni kuchaytirsa yaxshi ish bo'lardi. Yaxshi. Uni pritsel kuchaytirib yotibdi jinni. Yaxshi. B90 normal buff bor. Izg'isqinni pulyasi bor ekan mana buni. Shuni qo'yamiz. Izg'isqinni pulya kuchayadi bu oxirgacha. Max qilamiz izg'isqinni pulyani. Proshniy material max, izg'isqinni pulya max bo'ldi. Vashshe chotki. Endi bizga jest normalniroq jest 9 mi kerak? Izg'isqinni pulya max, proshniy material 2. Mana shuni qo'yib ko'rik. Buni qilgan ekanmiz, qilgandek. Tak, avik kerak emas. Tak, bu yerda uni sotaveramiz. Yoki engashga jihozlab qo'yish kerak buni. Engashga jihozlab qo'yamiz. Bu sotavergandan ko'ra qanday foyda bu ham. Har nima deysizlar. Nechta joy ajratildi? 235 ta. Даже 50 ta ham ocha olmas ekanmiz. Tek zolotoylar sotishga boshlaymiz, mifitskiylarni. Ular nima kerak masalan hozir bizga? Sakfi kerak bo'lishi mumkin, lekin hozir kerak emas. Buna nima kerak? Bular zakifda, to'g'rimi? Zakif qo'yaylik. Menga bitta sumka tashlab zakif qo'yaylik. Bo'ldi. Zakifda. Ancha joy ochildi. Endi buni 20 ta ochiramiz. Bular nima kerak? Mana nima kerak menga? Tushuntirib bering. Brat, jigar, nima kerak menga mana bu narsalar? Nima kerak? Menga tushuntirib bering, jigar.
Qo'limga ushlamaydigan orужиялар nima kerak menga? M24 qani? M24 переработать qilib yuboramiz. M24 umuman bizga kerak emas-da. Masalan, nimaga beraveradi? Mana MK'ga ber, Zolotoy. Uchala MK'ga ham menda bor, to'g'ri. Pulik beribdi, billah. Bitta ochib ko'ramiz. Bergancha ochib ko'raylik. Yo, bermayapti bu. Aqlli bermayapti. 200 million baligimiz qoldi. Buni переработать qilamiz. Kimgacha ko'proq kerak? Bu kerak emas, bu ham 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 kerak emas. Chunki bizga уже yetarli. Bizga faqat Zolotoylarga P90 style menga yoqadi, shuning uchun P90 style olib qolamiz deyirlar. Tak, uni olib ochib ko'raylik. Davomini ochib ketdi zo'r. Kimga berdi? Sloy. Bitta buffli anaqalar, ular boricha bermasa zo'r bo'lardi. 30 ta ochdik. 155 million balansimiz qoldi. Tak, bu ham bizga kerak emas. Voy. Nima qilyapman men? Qanday qilding? Bu ham kerak emas menimcha. 248 ta asta mifitskilar sotamiz. Mana. Yo, va ket. 11 million ekan. Hali balansimiz ko'p, bemalol tushirib olamiz unaqa narsalarni. O'zingizga mana ochaylik bo'lsa. 20 bittamiz bor, hammasini ochib ko'raylik-da. MK'ga ber, Jalal, MK'ga ber. Nima qilaman meni? O'ynamayman o'g'limda. Shuncha balikka bitta MK'ga tushira olmasang, uyat endi PUBG, PUBG Mobile. Qo'lishimizga kerak. Nechtadan Zolotoy beraverib to'g'ri bilmayman. Chunki Zolotoy bitta float Zolotoy berdi. Detektor Davichi va kerak emas bizga. Yaxshi ikkita sumka, aptechka bilan olamiz shu. Oy, buni qara. Bu meni o'tyaptam, ne nada. Aslida bakanni ham berib yuboramiz. Hozir o'sha sumkani kuchaytirib ko'ramiz deganlar. Ko'ramiz. Nechta? Tak, buni sotamiz. Buni sotamiz. Qani o'sha 4 ta nimasi bor. Nixuya. Davay. Ikkitaga yaxshi. Davay. Kuchayk. Bila, dedelarning bilan nima kuchaytirdi? Hammasi 2 xudo xolasi. Davay. Hammasi. Yo, zasisi sloy. Safe'ni 15 ga ko'paytirib berdi. Yaxshi. Max qo'ydik, Save sloyda 25 ga bo'ldi. Xarrosh. Judayam zo'r. Men buni ham kuchaytirib ko'raman. Aptechka bir kattaroq buff berib olishim mumkin. Shuning uchun kuchaytiryapman buni. Hoppa, buff qo'shdi, xarrosh. Detektor Davichi bizga kerak emas. Buni kuchaytirdik. Tak, bratlar. Короче, suyt o'chib qoldi. Tochka yoqdim. Nima qilayotgandik biz? Tak, sumkani kuchaytirib hozircha. Unga teginmay turamiz, oxirida emas. To'xtaylik. O'sha 4 ta buffli sumkani ko'raverdim men. Mana shimidi? Mana shu edi. $92 narsamiz bor. 92 narsa bilan bemalol kuchaytiraveramiz. Shu ikkala detektor Davichi kerak emas. Kuchaytirma iltimos o'shani. Bile. Sumkada 4 ta buffli sumka kerak. Buni kuchaytirdik. Save, mana save sig'imni oshirar ekan, o'shani kuchaytiramiz. Max что?
Kuchaymadi-ku bu. Baf qo'shmadi-ku, jigar. Arteshka прибавление, действует эластичный слой. Buni kuchaytiribmiz. Buni elosi bu mana shu kerak. Mana shu narsani kuchaytirib jigar. Ikkalasini birdaniga full qilib berishgan. Ikkalasini max bo'lsa zo'r shu bo'lardi. Max. Aslida max bo'lmadi-ku. Elastичный слой ekan bu. Bizga CX kuchaytiradigan, ko'pincha CX kuchaytiradigan narsa kerak. Или mana stalik branyada asensovka bor edi. O'shani kuchaytiramiz. Asensovka kerak sababi bizga. Asensovka kuchaytirib bo'lmaydi. Asensovkasi bor, baflar yo'q. Короче, bizda mana yerda yashib qolmadi. 59 bor. Tak, hali bitta minggacha tushiramadik. Nimaligini bilmayman. Omadsizmanmi? Tak, kelinglar, biz asensovka bor, branyani qidiramiz. Сборочный material. Nima kerak menga сборочный material? Bular qiziq emas. Avik. Necha million balans qoldi? Bo'ldi, 20 to'tamiz bo'ldi. Sumka. Kechga. Nima asensovka yo'q. 20 million balans qoladi. Mana men ko'ramiz. Bo'ldi. Menimcha bularni so'taramiz. Chunki men bularda o'ynayman. 406 o'ynashim mumkin. Kamdan kamda, tushunibsizlarmi? Masalan, Tixarda o'ynaymanmi? Yo'q. Saygalar o'ynayman. Grazada o'ynaymanmi? Yo'q. Yo'q, конечно, bitta qoladi hali unga ham. Bu yo'q, faqat o'ynaladigan ro'jalar qoldi. Bak, branalardan asensovkasi bor narsa tushirdik. Normal, bitta ochib qo'yaymi? Men mo'sh zoda berar. Mana. Tuf, mana. Zoda. 59. Agar bari kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Uni sotaveramiz. Yo'qmi uni? Bak, unchalik ko'p pismo kerak emas. Tak, endi bitta shu zoda bo'laylik-da. Ularni ham chiqarib. Tak, bufflarga qaraymiz. Kerak emas. Mana sumkani nomerlarini topdim. Endi bizga branyalarda asensovni material ikkita buffli mana yerda bor edi, mana. Asensovka или mana yerda любой прям. Mana. Bir xil buff ekan. Shuni olamiz. Asensovkaga asta 3ta patronlik. Endi qo'limizga oddiy emkashga, или orqasidan bir normalniy buffi bor, MG3 kerak, MG3. Dоработанная нарезка, умный прицел, buni kuchaytirganmiz eng qizig'i. Как переработать? Верстак olib ketamiz buni. Так, qo'y. G'ururlar nima qiladi bu? Bronebойный snaryad. Bizga izlashganda pula kuchaytirilgani kerak. Nima bu bronebойный kuchaytirib yotibdi? Jinni. Snaryad dem bu. Izlashganda pulani max jigar. Bo'ldi. Menimcha bo'ldi. Biza tayyor. Agar MK'ga tusha olganimizda, MK'ga o'ynardik. Menimcha mana shu set normalniy bo'ldi. Menga bitta pasumkan qo'ymabman-ku. Bilan nima yana
Menimcha da bo'ldi. Endi bunga qo'yamiz. Menimcha tayyor. Safega qaranglar 75 safe. Tasavvur qilyapsizlarmi? 75. 70. Sitam yongani yo'qda bor hali. Obbo, qaranglar, zolotoy narsalarda ko'pligini endi давайте prodayon qilib zolotoyga bosamiz. Yo! Mana buni qaranglar ko'pligini. Короче, jigarlar. Bugungi video shulardan iborat edi. Albatta video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sizlar bilan Rolex PUBG bo'ldim. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.